Choy ichish foydalimi yoki-da suvmi? Biz sizga hozir oddiy suv ichishning 10 ta foydali xususiyatlari haqida aytib o'tamiz. Tana muvozanatini saqlaydi. Suv ichish orqali hujayralar, to'qimalar va organlarning normal ishlashi ta'minlanadi. Energiya beradi. Yetarli suv ichgan odam o'zini tetikroq sezadi. Teri salomatligini yaxshilaydi. Suv terini namlab turadi. Quruqlik va erta ajin tushishidan saqlaydi. Hazm qilishni yengillashtiradi. Ovqat hazm bo'lishi, ichak faoliyatini yaxshi ishlashi uchun suv juda muhimdir. Qon aylanishini yaxshilaydi. Suv qonning suyuq bo'lishiga yordam beradi. Yurak va to'qimalarni zo'riqishidan saqlaydi. Zararli moddalarni chiqaradi. Buyraklar orqali tanadagi toksin va chiqindilarni yuvib tashlaydi. Vaznni nazorat qilishga yordam beradi. Ovqatdan oldin suv ichish ishtahani kamaytiradi va semirishning oldini oladi. Miya faoliyatini kuchaytiradi. Diqqatni jamlash, tez o'ylash va yaxshi kayfiyat uchun suv ichish zarurdir. Sportda yordam beradi. Mashq paytida teri bilan yo'qolgan suyuqlikni qaytaradi. Mushaklarning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Va nihoyat qandli diabet, buyrak toshi va boshqa kasalliklarni oldini olishda hissa qo'shadi. Odatda kattalar kuniga 1,5–2,5 litr suv ichishi tavsiya qilinadi. Videoni ko'p suv iste'mol qiladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.